7. Bab. Parvardigor Nuhqa: Bu dunyodagi kishilar orasida sening birdan-bir durust kishi ekanligingni bayqadim. Shunga sen bütün oilangliklarni elib kemiga chiqqin. Men halol deb bekitgan hayvonotlarning har xilining akakchisidan 7 juptin, haromlarning har xilining akakchisidan 1 juptin elib ol. Uçar qanotlarning har xilining akakchisidanmi 7 juptin elib ol. Shundaq bo'lganda, to'pon oxirlashgandan keyin har xil hayvonot, uçar qanotlar hayot qilib, yer yuzida ularning urug'i qayta ko'paylaydi. O'zim yaratgan butkul jonliqlarni yer yuzidan butunlay yo'qotish uchun 7 kundan keyin udda 40 kecha kunduz qattiq yomg'ir yog'dirman, dedi. Nuh Parvardigorning buyruqlarini bir-birlab ijro qildi. To'pon yer yuzini bosganda Nuh 600 yoshda edi. U to'pon balosidan qutulib qolish uchun ayoli, o'g'illari va kelinlarini elib kemiga chiqdi. Halol va harom deb bekitilgan har xil cho'ng-kichik hayvonotlar va uchar qanotlarmu Xudoning Nuhga aytganidek Nuhning oldiga kelib, juplari bilan kemiga kirdi. 7 kundan keyin yer yuzini to'pon besishga boshildi. Nuh 600 yoshga kirgan yili 2 oyning 17-kuni yer ostidagi hamma buloqlar yerilib, osmondan kelaklab quygandek qattiq yomg'ir yog'di. Yomg'ir 40 kecha kunduz to'xtamay davomlashdi. Dal yomg'ir boshlangan kuni Nuh, ayoli, Sam, Ham, Yopatdan iborat 3 o'g'li va kelinlari kemiga chiqdi. Har xil yovvoyi hayvonotlarning cho'ng-kichiklari, uy hayvonlari va uchar qanotlar, jumladan tiniqi borligi butkul maxluqlar o'z juplari bilan Nuhning oldiga bir juptin kelib, kemiga chiqdi. Hayot kechirayotgan barliq jonliqlar Xudoning amri bo'yicha o'z juplari bilan kemiga kirgandan keyin Parvardigor kemining eshigini taqab qo'ydi. Yomg'ir 40 kun davomlashdi. To'pon ulg'aygan siri kemi yerdan ko'tarildi. Suv texmi egizlab, kema suv yuzida laylab qoldi. To'pon yer yuzini qoplab, hatto egiz tog' cho'qqilari ko'rinmay qoldi. Suv o'rlab, toki eng egiz tog' cho'qqilaridan 7 metr egizlab ketguncha davomlashdi. Natijada yer yuzidagi hayot kechirayotgan butkul jonliqlar, ya'ni har qanday uchar qanotlar, cho'ng-kichik hayvonotlar va insonlar butunlay yo'qotildi. Demak, yer yuzidagi hayotlik nafsi bor bo'lganlarning hammasi o'ldi. Xudo yer yuzidagi hamma jonliqlarni, ya'ni insonlar, cho'ng-kichik hayvonotlar va uchar qanotlarni yo'qotdi. Faqat Nuh bilan uning kemisidagi jonliqlar hayot qoldi. To'pon yer yuzini 150 kun bosdi.